Vatandan kelgan uchurlar. Sharq Turkistonda xalqqa naf yetkazish nomida alohida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. 2021-yili 8-oyning 10-kuni Uyg'ur axborot markazi egillagan uchurda bildirilishicha, 8-oyning 9-kuni Sharq Turkistonda maxsus xalqqa naf yetkazish nomida alohida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilib, Urumchi, Turpan, Xotan va boshqa joylardagi atalmış az sonliq millatlardan 7 nafar vakil taklif qilinib, o'zlarining xizmat, o'g'inish va turmush kechirmishlari va chet eldagi atalmış irqiy qirg'inchilik hamda majburiy tug'mas qilib qatorliq Sharq Turkistonga munosabatlik uchurlarning yolg'onchilik ekanligi, Sharq Turkiston xalqining intayin baxtlik yashayotganligi to'g'risida leksiya so'zlashga o'rinlashtirilgan. Xitoy ovozi bo'lib so'z qilgan bu 7 nafar vakil Amerika va G'arbdagi Xitoyga qarshi kuchlar Sharq Turkistonning yaqinqi yillardagi taraqqiyotiga ko'z yumib, irqiy qirg'inchilik va majburiy tug'mas qilib degandek yolg'on so'z cho'chaklarni o'ydirib chiqarib, fitna fasod tarqatgan. Biz buningga qat'iy qarshi turamiz deb bildirgan. Ushbu vakillar Sharq Turkistonda umumiy nüfusni o'z ichiga olgan ijtimoiy kapolat sistemasi barpo qilindi. Terrorlikqa doir tasodifiy voqealarga taqobil turish iqtidori ko'rinarlik yuqori ko'tarildi. İjtimoiy yordam dal vaqtida va unumlik bo'ldi. Az sonliq millatlarning ko'payish huquqi kapolatga ega qilindi. Hamda shahar yezilarni qoplagan yashanganlar va asosiy davolash sug'urta sistemasi barpo qilindi. Shundaqla Sharq Turkistondagi har millat xalqining asosiy ijtimoiy kapolatdan bahramand bo'la oladigan bo'lganligini og'ziga tegmay maqtashga uringan. Vakillar yana Amerika va G'arbdagi Xitoyga qarshi kuchlar Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik bor degan safsatini va yolg'onni to'qib, yomon g'arazda yolg'on uchurlarni tarqitib va Xitoyni kontrol qilishga urindi deb o'zlarining Amerika va G'arb kuchlariga bo'lgan maydonini aniq ayirishga va qarshiligini bildirishga o'rinlashtirilgan. Pakistan Xitoyning bir yo'l bir balvoq qurilishiga sho'ng'idi. Osiyo vaqti gazetining 11-avgustdagi xabardan ma'lum bo'lishicha, Pakistan hukumati davlat ichi vaziyati duch kelayotgan bexatarlik tahdidlarining kuchayishiga ergishib, Xitoyning bir yo'l bir balvoq qurilishi qadamini tezlatgan. Bosh minister Imron Xon oldingi hafta tuyuqsizla Pokistonlik savdogar Xolid Mansurning Xitoy qo'llagan 62 milliard dollarlik Pakiston-Xitoy iqtisodiy koridori ul aslaha qurilish turiga mas'ul bo'ladiganligini e'lon qilgan. Dokladda yana general-leytenant Asim Salim Bajvaning Pakiston-Xitoy iqtisodiy koridori organining boshliqlik vazifasidan istifa berganligi tilga ilingan bo'lib, ba'zi kuzatuvchilarning qarashicha Bajva Xitoyning buyrug'i bilan elib tashlangan bo'lishi mumkin ekan. Xitoy bilan Rossiya Xitoyning g'arbiy shimol rayonida manevr o'tkazdi. Amerika ovozi to'rining 11-avgustdagi xabarida ko'rsatilishicha, Rossiya va Xitoy Afg'onistondagi muqimsizlik harakatlaridan andish qiladigan bo'lib, Moskva bilan Beijing o'rtasidagi harbiy munosabatni kuchaytirish uchun Xitoyning g'arbiy shimolidagi Ningxia Tungan avtonom rayonida birlashma manevr o'tkazgan. Afg'oniston Sharqiy Turkiston bilan chegaralanadigan bo'lib, Xitoy hukumati Afg'onistondagi Talibanlar kontrolligining kuchayishi sababli Xitoy chegarasida o'ziga ziyonli harakatlarning maydonga kelishiga sabab bo'lishidan andish qiladi ekan. Xabarda yana bu qitimliq manevrning Xitoy bilan Rossiyaning terrorlikqa qarshi turish harakatini kuchaytirib, ikki davlatning xalqaro va rayon bexatarligi jihatdagi o'rtaq irodasini namoyon qilishni maqsad qiladiganligi tilga ilingan. Amerika Xitoyga qarshi turish uchun Yevropa ittifoqi bilan hamkorlashishga muhtoj. Haftalik xabarlar gazeti 11-avgust Amerika Xitoyga qarshi turish uchun Yevropa ittifoqining kuchli hamkorligiga muhtoj nomli maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada
Amerika Davlatlik Bexatarlik institutining qurg'uvchisi va ijroiya direktori Jamil Jafar Amerika va uning Yevropadagi ittifoqdoshlari duch kelgan eng muhim jug'rafiyalik siyosiy tahdidning Xitoy ekanligini, garchi Amerika va Yevropadagi ittifoqdosh davlatlar Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi, Shangangdagi demokratiyani boshqarish qatorliq masalalarda o'rtaq tonishga ega bo'lsa-mu, ammo ittifoqdosh davlatlarning bu masalalarda yetarli harakat elib bormaganligi Amerika va Yevropaliklarning Xitoyga bo'lgan andishisining siyosiy ishlarga emas, iqtisodiy masalalarga mu chetiladiganligi qatorliq bir qator real masalalarni o'tirg'i qo'ygan. Maqolada yana o'rtaq qimmat qarashga ega davlatlarning o'zaro hamkorlashib, ixtilofli masalalarni tugitib, Xitoy elib kelgan tahdidga taqobil turishi kerakligi tilga ilingan. Xitoy ishlab chiqargan kameralar Angliyada ishlatilmasligi tashabbus qilindi. Angliyada chiqadigan BBC xabarlar to'rining 14-avgustdagi xabarda deyilishicha, 7-oyning 8-kuni Angliya Tashqi ishlar komiteti a'zolari doklad e'lon qilib, Xitoydagi Haykang shirkati ishlab chiqargan kameralarning butkul Sharqiy Turkistonga o'rnatilganligini va jazo lagerlarini asosli kamera texnikasi bilan ta'minlaganligini o'tirg'i qo'ygan. Egilinishcha, Haykang shirkati kameralari Angliyadan keng ko'lamda ishlatilgan bo'lib, buning ichida nurg'unlagan yerlik hukumat organlari mu bor ekan. Xabarda Angliya Tashqi ishlar komitetining Haykang shirkatining Angliya ichida tijorat qilishiga yo'l qo'ymasligini tavsiya qilganligi tilga ilingan.